İpek Yolu Sadası。电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司、新疆博格拉商贸有限公司联合制作的，由新疆纳热特乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季丝绸之路之声的第2环节对决。 Salam ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish chekli shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo chekli shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish chekli shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Norozichilik chekli mas'uliyat shirkati xos tajdorligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining 2-bosqich baiga. A'lo sifatli mahsulotlar bilan har millat iste'molchilarni qoyil qilgan Xinjiang Norozichilik chekli mas'uliyat shirkati programmamizning xos tajdorligini oldi. Rahmat sizlarga. Az görməlanda qılsa davamlıq diqqətinizlər 8-qaror Narat İpek Yolu Sadası proqramısının 2-ci basqıçı, yəni bəygi basqıçı bolsun. Əmdə səhnimiz çıxmaqçı olğan bu qrupu bolsa, Zahirşah Ablimit ustazdınki rivayet qrupsi. Aldı ulan Zahirşah ustaz. Arzu yetekçi ustazın bir tanıştırıp ötken bolsaq. Bizniki rivayet grubumuzdan şundaqlar rivayet ailemizdeki Arzu yetekçi ustazı tövendikiler şundaqlar ekran aldidiki barlıq dostlar naqşlarını yaqtırıp anlap kevatqan özününki ayalın baxtim bol qatarlıq nurg'ullıgan nadir naqşları bilen xalqimizga tonilgan yosh talantli ijodiyatchi, naqshchi Nazar Ubul. Sen kirip gelsen ana okşar mikin değme Köyünü ağlısa güller Bul bul kakşar mikin değme Köyünü ağlısa güller Bul bul kakşar mikin değme Teninge bir tiken girse Yürek doktar mikin değme Teninge bir tiken girse Yürek doktar mikin değme Küzümge tik qarab qalsam Azgın muhtar mikin değme Küzümge tik qarab qalsam Azgın muhtar mikin değme
mikin değme. Misal gülse kucağımda, şuni bahar mikin değme. Misal gülse kucağımda, şuni bahar mikin değme. Narat her ailege söygü tarat. Rivayet grubumuzdan Örkeş bilen Arafat'ını sahneye teklif etsen. Avazlarımız ve avaz tuşumuzunki okşap geçiş münasebeti bilen Örkeş ikimiz bir grup bölünüp nayet çıraylık olgan hem şok olgan bir nakşı bizge bölündü. Örkeş bilen Arafat'nınki alayidliki, micazi ikkisininki asas jihatdan o'xshab qoladi. Bir xil sho'x, tetik, uning ustiga ovoz alayidliki bir-birisiga o'xshaydi. Masalan, ovoz chiqarish jihatdan bo'lsin, naqsh etish uslubi jihatdan bo'lsin, bir-birisiga intayin yaqin keldi. Mashq jarayonida desam-mi, ko'ding. Shunlashqa ashi ikkalanni maydonga chiqarsak, zo'r utuqlarni tilaymiz. Shunday qilib bundan keyin cho'qim musobaqaning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ikkilasininki cho'qim yaxshi naqshchi bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshman. Texmi yaxshi bo'lgan natijamiz bilan yaxshi bo'lgan asardan birini sizlarga qoldirishga tirishamiz. Salsam bulamı, uylandaki derekçe. Uva salsam bulamı, melendiki östende. Subup aksam bulamı, melendiki östende. Subup aksam bulamı. Sana kıygen hatamı, seni suygen hatamı. Sana kıygen hatamı, seni suygen hatamı. Haçırmağın üzümni, köngül bergen hatamı. Haçırmağın üzümni, köngül bergen hatamı. Sana kıygen hatamı, seni suygen hatamı. Haçırmağın üzümni, köngül bergen hatamı. Haçırmağın üzümni,
Katlama-yu katlama Kengiriktin atlama Kengiriktin atlisan Yenişini oynama Oti yaman akşamın Davası yok akşamın Oti yaman akşamın Davası bu akşamın Anlatmayın endime Mengi bu küne seni Anlatmayın endime Mengi bu küne seni Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Endi ustozlarning fikrini anglaymiz. Aldı bilan Hocamat Qurban ustoz. Qani. Musabaqaning ehtiyoji uchun men Arafatni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Xo'sh, Adila siz ustoz. Men Urkashni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz sizga. Ko'p rahmat. Unda qolsa Umarjon Alim ustoz. Sizning tavsiyalaringiz? Qatlama degan naqshni yaxshi aytdinglar. Arafat. Rahmat. Jalol Anvar ustoz. Fikringizni iyinsiz o'zgacha men Urkashni tavsiya qilay. Rahmat. Ayshigul ustoz sizning tavsiyalaringizni anglab boqqan bo'lsa? Men Urkashni. Rahmat ustoz sizga. Nazarobul ustoz. Sizning tavsiyalaringizni bir anglab boqqan bo'lsa? Bu bir içini çıkışlarga bu. Mühürni biriktirib shu rivoyat gruppasini bir yaxshi bir natijalarga erishtiramiz deb shu ishga qirinishim nihoyat kuchli. Albatta Arafatmi bak chiroyli aytib berdim. Sana bak rahmat. Urkash sen shu naqshniki aytish uslubida men shu Urkashni tavsiya qilaman. Endi eng oxir tanlash qaror chiqarish sizni qoldi, zarchaq ustoz. Endi bu yerda bireylarni elib, bireylarni qoldirib qo'ydigan bir talab bo'lgandiki biz cho'qim programma gruppasining o'rinlashtirishiga bo'ysunmasak bo'lmaydi. Shunlashqa mayli rivoyat gruppasidagi mayirlar bo'lsin va yoki boshqa gruppadagi mayirlar bo'lsin, mushkil holatni to'g'ri tushungan asosda ustozlarga bo'lgan va gruppamizdagi oilamizga bo'lgan mehr muhabbatimizni uzib qo'ymasak degan umiddaman. Ustoz, oxirgi tanlashingiz? Sizlarning chekkan jafoyinglarga ushbu programma jarayonida hech qaysinglardan ayrilg'imiz yo'q, lekin keyingi bosqichlarni texmo g'albilik ilib berishimiz uchun men oxirida Ifadan pek yaxshi yo'lda da nima chiqdi. Shu musobaqada o'zingizning talantini to'liq joriy qildirishingni chin dilimdan umid qilaman. Bo'ldi sana. Shunga sog'man Naratniki yangi chiqqan sutini. Bu Naratniki mau shunda qulaylik qopti mana bu yeri. Bek ichishligini anonsib qo'ysam bo'ldi ekan, yana bir sayatga chiqib qo'ysam. Qepini o'ralmasin bir xil qattiq qilib oson izlib ketmaydi. ishkililarni tanlab qol. Muborak olsun. Navruz Gülüm nomli naqshi bo'lsa. Budaki oylamda bizga ustozimiz Mahmud Sulaymon ustozningki Navruz Gülüm degan naqshni berdi. Bu qatimliq musobaqaga tayyorlik qilish jarayonida ustozimiz Zahir Shaqabulmet bo'lsin, mayli bizning yetakchi ustozimiz Nazar Ubul ustoz bo'lsin, o'zining zo'r kuchlarini chiqarib bizga qanday pura qilishni, qanday shu naqshidagi inchik puroqlarni qanday kontrol qilishni o'rgatdi. Ikkinchi bo'p maydonga Shuhron bilan Murodil ikkisini maydonga chiqarib baqsaq qanaqa qaraysa? Toz bo'ladi. Hamda men necha vaqtni yoqqa bularniki naqsh etish uslubi jihatdan nihoyat yaxshi tanlanibdi deb o'ylayman. Yaxshi tanlandi bularchi. Ovoz birligi bo'lsin, ankin bularniki ovoz nihoyat muqimga. Bir-birisiga nihoyat keldi ekan. Hamda pishqan naqshchilar ekan. Yaxshi naqsh bo'lib ketishga meni ko'zim yetdi. Unda bo'lsa, seni kirishaylik mush naqshni.
oňuşly görünüşimiz üçin. Birleştirişeýlik. Boldy. Kaşlarının ürümleri tal tal bulsun men üçün. Kaşlarının əgimleri zılal bulsun men üçün. Kanat yasa pervaz kılıp uçayrasa asmının tağının süydek zılal bulsun men üçün. Kirpigin diye kanat yasa pervaz kılıp uçayrasa asmının tağının süydek zılal bulsun men üçün. Bağımdaki güllerge yaşım bilen su siper, osmandaki bürkütlerge yüreğimni dan eder. Salkın şamal inip gelgen yetlerimni bergin bana, sana aşık yollarımga ümidimni can iter. Salkın şamal inip kelgen yetlerimni bergin bana, sana aşık yollarımga ümidimni can iter. Çoşlarının ürümleri tal tal bulsun men üçün. Kaşlarının əgimleri ilal bulsun men
düşün Kirpigindin kanat yasa Pervaz kılıp uçayrasa Osmanın tağının süydek zılal bulsun men üçün Kirpigindin kanat yasa Pervaz kılıp uçayrasa Osmanın tağının süydek zılal bulsun men üçün Bağımdaki güllerge Yaşım bilen söz sepey Osman'daki bürkütlerge Yüreğimni dan ite Salkın şaman inip kelgen Yiğitlerini bergin bana Sana aşık yollarımga ümidim nice itey Salkın şaman ilip kelgen Yiğitlerini bergin bana Sana aşık yollarımga ümidim nice itey Sana aşık yollarımga ümidim nice Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sapsüti mahirlarının utuq qazanışını ümid qılıdı. Oldu bilen ustazlarının tavsiyesini alayımız. Adile Sıdık ustaz. Muradil, siz nəydi özünüzniki yaxşı alayliginizni yaxşı etnim qıldınız, fəxri qıldınız, şuningdek billa mush naqshininki asar alayligiga hurmat qilgan asosda etdingiz. Shukron. Sen qilib o'zingniki maharatining bakrak maharatni bizga yetkizding. Lekin bu albatta bir musobaqa. Hammanglarning maharatini sinaymiz. Lekin asar shu talab qilgan holatida bizga yetkizishmi sizlarningki qanchinchi darajadagi naqshchi bo'lib tura oladiganliginglarni bildirdi bu yerda. Shuning uchun men tavsiyalaringiz? Yanılam Shukronni tanlayman, chunki Shukron bu naqshni intayin yaxshi etdi. Men faqat mishinchilikli bir yerini tap qo'ydim. Rahmat. Rahmat ustaz, rahmat. Xo'sh, Abdusami Erkin ustaz. Mening tavsiyalarim Shukron. Rahmat. Ömercalim ustaz. Mening tavsiyalarim Muradil. Rahmat ustaz, rahmat. Hojimat Qurban ustaz. Qilandi. Adil adam acayip pezgak qildi. Hammamiz his qildik. Mayli tomoshabinlar bo'lsin, mayirlar bo'lsin. Hamda men Muradil inimga rag'bat uchun bir bilet tashlayman. Rahmat ustaz. Ayşegül Muhammed ustaz. Erishkili yigitlarniki, chunki odamga odam o'xshamaydi. Har bir naqshchining bir asarining hal qilish uslubi o'xshamaydi.
Her işkilanla yaxşı kelsin, lekin işkilanla ağılmaydı da. Meyada bunda bir hasret var. Şuna andan keyin nurgun bu şundaqlıqı çoğ eserlerde mesela Gudin iliqi ammasak bo'lmaydigan puraqlı buldu. Eğer aşıncılaş Gudin puraq çıkıp qalsa, xuddi bir maşinadan bir boltus çıkıp qilib, keyin azroq mang'aniga uning masalasi chiqqandek bo'ldi-chu. Şuna ma No'ruzgulum degan naqshini men jiq anglayman. Nurgun puraqlı va rasmiy bekitib etilgan Gudin. Endi aşı puraqlıning hammani Muşkran degan bola qo'ymay oldi. Şuna men şu Muradil ukamga amdiliqi nimalar muvaffaqiyat tilayman. Chunki sizmi o'sha avjillarga shundaq bizga xotirjamlik tuyg'usi berib chiqdingiz. Har ishkilanglar qandavlar shu avjiga zodi bilan kuch yetam yetmam degan bu tongdavlar iniq ovozlar shundaq ravon ketyotidi. Bu jetda her ishkilangning o'xshamaydigan ammo bizga xotirjamlik tuyg'usi bergan bir alohidaligi bor. Afsusnarlik ichida men Shuhranni tanlamoqchi. Rahmat tavsiyalaringizga ustoz. Xo'sh, Nazar Ubul ustozning so'zlari quloq solgan bo'lsak. Endi tanlaydigan ishulab qolib qolsa, men Shuhranni tavsiya qilay, chunki musobaqaning ehtiyoji uchun. Rahmat ustoz. Xo'sh, keyin kelgan bo'lsanglar. Eng oxirgi tanlash yana Zoirshoh Abdumajid ustozning qo'lida. Aldı bilen işkinlağı rahmet. Şunda bir güzel nakşini özanlarının ki yaxşı kögen uslubunlarda şunda çıraylık uğurlap bəginanlığı rahmet. Muradil sen inim davamlıq minin yenimde bağlı sen. Doğru. Biz bilen bilip olsan bolduğu. Sen tanınıp boldun aldı biri. Keyinki basqıçlarının ki g'albilik tamamlanışı üçün Arman, Narat tutning cho'ngni ko'taryapsan qo'y. Sat bo'lmagan o'ziga. Yo'q, sat turdigan ish yo'q. Narat tuti hammamiz yoqtirib ichadigan süt. Yani mishqa oilada bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, jumladan bu qatimqi bizning paylinimiz bo'lsin, Narat tuti bizga hamroh bo'ldi. Ham shu munosabatda do'stlarimizga Narat tutini yana bir qatim tavsiya qilamiz. Shuhran deb qalsak. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ustozga deydigan ko'ngil so'zingni, ekran oldidagini yoqtirdigan shu tuqqanlaringga, do'stlar birodarlaringga deydigan ko'ngil so'zlaringni tangmishad anglab olgan bo'lsak degan bitta. Qani. Men buni tayyorlik qilmagan. Men bugungi shu aytgan naqshimizni bizning buyuk san'atkorimiz Mahmud Sulaymon ustozimizni eslash kechiligi yoki biz o'zimiz rivoyat guruhining bir naqsh kechiligi deb muomala qilgan. Hargiz bu yerda chiqib ketib hozir bu yerda chiqib ketib yoki tanlanib qolay, u mening ko'nglimga kelmaydi endi. Men hamini Urumchida, hamini men Zoir akamni, Zoir ustozimni qo'lini chang tutib, yani davomli qilmoqlayman deb o'ylayman. Ana keyindan shu musobaqaning oldi keyinda meni qo'llab kelayotgan ota-onamga, ruh tuqqanlarimga, do'st birodarlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Yolda dostlarım kaldı.
天空身上望着洁白的月牙，一年在变成勾勒你依稀的脸庞，放去温暖笔墨也进了心房。滴答答答滴答答答，爱你是你有山谷扎城，我被一阵风困在这里，你就替我摘一朵桑麻花走吧，蝴蝶啊，你有没落泪？蝴蝶啊，你有谁吗？泪，呼吸啊，一个没打了，I thought to never， 一个没打了。Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sapsiti mahirlarning utuq qazanışını ümid qılıdı. 3-cü bob maydonga Canangı söz namlıq naqşimizdan chiqsa. Birinci qatamda qoylamdaki naqşimizni taqatqandan keyin nurg'un atrofimizdagi do'stlarimiz bo'lsin, urug' tuqqanlar bo'lsin, kesibtoshlar bo'lsin va yoki idoradagilar bo'lsin, shunchalik yaxshi qo'llashlarga erishdik. Mush munosabat bilan barliq qarindoshlarga, do'st birodarlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Budak mush aylanmada ellar ikkimizni bir guruh qildi, ustoz. Bizga mushu naqshning o'tisidan chiqarishimizga ko'z yetganligidan ustoz bizga shu naqshni bizga bilib berdi. Men faqatla shu 7-qarar bo'lsin, 8-qarar bo'lsin, o'zimning naqshini faqat aytqizmagan. Lekin bu ikkilar shu Canangı söz degan naqshini biz aytamiz deb bekching turg'achqa amal yo'q, berib qoldim mashq jarayonida. Men bir kun sirt bo'lib qoldim, sen yetakchilik qilding. Bu ikkalisi shu o'ziniki ishlayotgan joylarda aytayotgan naqsh ekan bu. Mencha bu naqshning tanlig'ini nihoyat yaxshi bo'pti. Shaxsan men o'zim bek amroq bu naqshga. Ügütüş ketmaydi degan bular. Shunaqa, o'ziga pishib ketgan naqshlar ekan. Shunaqa ellar bilan naqshni yaxshi aytib, yaxshi maslashib, yaxshi bir ta'sir qoldirgan bo'lsak, shuni o'zi kifoya. Kapkara koyu közlüğüm Haydın tapalayman seni Kapkara koyu közlüğüm Haydın tapalayman seni Sorsan ay deb jakarlayman seni Sorsa husningni ay deb jakarlayman seni Kapkara koyu gözlüğüm Kaygılı kaldı bu besim Kapkara koyu
gözlüğüm Kaygıda kaldı bu bişim Kamçı yağmur toxtidi Toxtay demeydi göz işim Kamçı yağmur toxtidi Toxtay demeydi göz işim Kapkara koy gözlüğüm Kaşını kıyırsam çok kara Kapkara koy gözlüğüm Kaşını kıyırsam çok kara Ay değil da gelmesen Bulmandı bağrım yara Ay değil da gelmesen Bulmandı bağrım yara Bulmandı bağrım yara Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sapsüti mahirlarının utuq qazanışını ümid qılıdı. Yani aldı bilen Ömercan Alım Ustaz'dan tavsiyesini anlağa basak. Ha, bu iki yigit bir-biridan farqlangusiz holat yaxshi o'rinda deb bu naqshini. Men shu Baxtiyorni tavsiya qilay. Rahmat Ustaz. Xo'sh, Jalol Ömer Ustaz. Men bu Baxtiyorni tavsiya Baxtiyor. Rahmat Ustaz. Rahmat. Hamda Adil Aziz Ustaz. Baxtiyorni tavsiya qildi. Rahmat. Hojimat Qurban Ustaz. Uldar. Rahmat Ustaz. Ayşgül Ustaz. Ben şu o'xshash Baxtiyorni tavsiya qilaman. Rahmat Ustaz. Xo'sh, Arzu Yetekchi Ustaz, Nazar Obul Ustazdan so'zlarini olib boqamisak. Bu ajab qiyinchilik qishloq-ya bu. Ko'nanmayotsa toza. Aplıcım bu ko'zi qarab turiblan bu. Biz boshida deb qo'ygan-ku zoirli ishkimiz. Sizlarga. Bilasizlar bu kayfiyatni. Ana shta buladiki. Mening tavsiyalarim mush Baxtiyor bo'lsin. Rahmat Ustaz. Qani, yenim kelgan bo'lsanglar. Eng axir tanlash o'xshashlar Zoir Shoh Ustaz sizning qo'lingizda. Sizning qaroringiz. Ma'naqshini shu tunji bulab men aytib ekanman, mening naqshamga men tanlash huquqini nazarga o'tkazib beray. Chunki bolalarniki mashqdan qanday ahvolda ishkanligini nazar o'tamiz. Lekin Eldor bu ko'ngli xuddi paxtadekla oppoq ham yumshoq bolachu bu sutdekla. Bu izchil mushu birinchi bosqichda tanlangandan boshlab toki mana bugungi kungacha izchillab mening yonimda bu bola. Asosiy jihatdan ko'pincha naqshchi birodarlar bilan yaxshi o'tadi. O'zi yaxshi pishgan bir naqshchi, ham o'zi o'quvchi tarbiyalaydigan bir o'qituvchi bu. Men tanlash huquqini nazarga o'tkazib bersam, nazar bir tanlasin uchun bir tanlab boqsin. Men mush qiyin o'tkaldim, men bir o'tib olay. O'tkazib tegma. Qani qiyin tanlash Nazar Obul Ustazga yukilinib turibdi. Lekin tanlash qanday bo'lsin? Biz billa bu bolalar biladi. Rahmat Ustaz. Musobaqaning ehtiyoji uchun Bakılgam şu
Peylen kılıç jarayonida mush narat üstüne yenimizde armaptımız ya. Kutusun şunda çırarlıkken. Muş yapışınıma etçip itişkim şunda kolaylıkken. Soğuslanmağa yivasak mı? Bunu da bu. Ben Baxtiyorni tavsiya qilaman. Muborak olsun. Qani. Bundan keyingi ishlaringiz texim utuqliq bo'lsin. Rahmat. Chunki yaxshi odamlar cho'qim yaxshi kun ko'rgisi deb o'ylayman ko'nglimda. To'g'ri. Rahmat. Shunaqa. To'g'ri. Endi sizning ko'ngil so'zingizni anglaylik. Oldi bilan shu rivoyat guruhi qo'shilganligimdan shunchalik xush, men xursandman ustoz, sizga yana bir qatim rahmat. Isil. Bundan keyin teg'imi tirishib o'zim bo'lsa boshlang'ich maktab muzika o'qituvchisi 2017-yildan boshlab shu Ko'jay 90dagi Ko'jay bozorlik markazi boshlang'ich maktabda ishlayotgan 9 yil bo'ldi. Meni yaqindan qo'llayotgan shu ota-onam bo'lsin, yana davomli meni izchil qo'llab kelayotgan ayolimga ko'p rahmat aytma. Bugun kelanmay qoldim, shu Go'yar imtihondan 5da yutib, men shu qatnashib turpan ketdi, bugun kelanmay qoldi. Undan o'tkidak. Tinchlik bo'lsa. Rahmat. Sen qag'alga u o'tidi. Rahmat, unda qo'saldi. Bundan keyingi sizning o'qitish ishlaringiz bo'lsin, turmushingiz bo'lsin, hammasidan utuqliq bo'lishini umid qilamiz. Qani ustozlar bilan ko'rishsangiz bo'ladi. İpek yolda dostlarım kaldı. Yupurmak namlı nakşımız çıksa. Bu qitimqi aylanmada bizga ustozimiz shu Umidjon bilan ikkimizga memizga tanishlik bo'lgan ommabop naqshlardan yupurmoq temasidagi chiroyli bo'lgan bir naqshni berdi. Hem daha Ro'zniyaz degan inimizning ovozi, ikkisining ovozini bir yak shunda yaxshi kelibdi deb o'ylayman. Yumshoq kencho bu ikkisining ovozi yeshidiki. Ana inchga uşaq puroqlanima, shivillarnima naqshiniki naytib chiroyli qoladi ekan bu ish kelisi. Men hamda bu ikkisiga nisbatan men hargiz urug' tuqqandachilik emas. Haqiqiy shu adliq bilan pozitsiyada bo'ldim. Men mashqdim shunda bo'ldi. Musobaqadim shunda bo'ldi shunga. Bu ikkisiga men chiq umid bog'ildik hamda. Ham mush munosabatlar bizni shu paylan vaqtlarda shunday yaxshi qo'llab, shunday yaxshi bilimlar bergan bizning ustozimiz Zoir Shoh Abdulmat ustozim shunday bizning orzu yetakchimiz Nazar Obul ustozga ko'pdan ko'p rahmatlar aytamiz. Japa chekdinglar. Yollarınğa yüreğim aktı, göz yaşım niye berdin bulutqa, leylak düşken bir dal yupurma, aylandı bir dal kolupqa. Gümüş bulup göründü qəbəs, rahat bilen bağrımni yaktı. Gözlerinin qarşı muda, gözge emez yürügünge baktım. Gümüş bulup göründü qəbəs,
Rahat bilan bag'rimni yoqdi Ko'zning qarisi mudam Ko'zga emas yuragimga baxti Ben ovayla tuttum kolumni Astağına turdum onun diye Kadrimni hem, mihrimni muhem Tipim aldım senin yinem Ben ovayla tuttum kolumni Astağına turdum burnumden Kadrimni hem, mihrimni muhem Tepip aldım seni yanımdan Yürgüm aktı Göz yaşımni berdim bulutqa Leylab düşken bir tal yopulma Aylandı ak bir tal kolupqa Bir tal kolupqa Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Norozi Sutchilik cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Oldi bilan Adila Sidiq ustozini olgan bo'lsak, qani, ustoz. Mashq intayin yaxshi bo'pti. Men agar tavsiya qilsam, o'sha Umidjonni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Qo'shimat Qurbon ustoz. Umidjonni tavsiya qilaman. Unda qolsa Abdusami Arka ustoz. Men Umidjonni tavsiya qilma, lekin men shu Zoir ustozdan, Nazar akangdan texmi yaxshi o'rganishni chin ko'nglimdan umid qildim. Rahmat ustoz, rahmat. Ayshigul ustoz, sizning tavsiyangiz. Agar buning sal psixikasi ojizidan bo'lsa 5 yillam ovoz topolmaydi ekan. Shu chiketgan bitish ketib, bir yerni chiqadiganda qilib turdi mana o'sha. Shunga ham ishkanglar o'zinglarning ovozingizga mahkam ega bo'lib, qayerdan boshlagan bo'lsanglar, ash kuy o'rinda oxirlashtirdinglar. Shunga sizlarniki shu nima qobiliyatinglarga aferin deyman. Men shu Ro'zniyozni tanlab qoldim. Rahmat ustoz. Xo'sh, Nazar Obul ustoz, sizning tavsiyangiz. Umidjonni tanlay desam, Umidjon mening tuqqanim ekanligini nurg'aydan bildim. O'sha yerda men o'zimning jiyani bo'yicha. Men Ro'zniyozni tanlayman. Rahmat ustoz. O'xshashlar eng oxir tanlash, yana o'xshashlar bizning Zoir Abdulmit ustozning qo'lida. Naqshonliga rahmat. Shoira Chimangulov tekstiga ishlangan Akbar Zibo ijodi bilan o'rindalgan Yupurmaq nomli naqshini bu ikkalanga topshiriq berdim. Ro'zniyozni Ayshigul muallim bak to'g'ri tepib oldi. Chunki Ro'zniyoz xalq naqshlarini asos qilib mangan bola bu. O'zi haqiqatan pishqan naqshchi.
bu nakşini bu ikkiylenge berişlik sebep Ümitcan'dan yeş kichik. Bu texe emdi 19 kirgen bola bu. Muşu ikkiylenge muşu nakşini men hesapta qanda qılıdı degan maqsadda topshiriq berdim. İkkisi bir ig'izga qilmay xo'sh bo'lib oldi. Ro'ziniyozni bir narsa deb qolamiki desam, Ro'ziniyozmi o'zi tirishchan, aq ko'ngil, bu mana bu turqudulli chiqib turdi bu inimning. Bugun shunda mashqdagidek aytolmagan bo'lsanglar, lekin yaxshi aytdinglar. Keyingi bosqichlarningki texmi g'albilik bo'lishi uchun men eng oxirda narat. Her ailege söygü tarat. Ümitcan'la tallasa. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Doğru tanıdım. Ben bu samaşta tallaydım. Qani unda qolsa, ustozga deydigan, ekranda ko'rmanlar deydigan ko'ngil so'zlaringizni anglaymiz. Aldı bilan shu meni biqib cho'ng qilgan shu ota-onamga, urug' tuqqanlarimga bir rahmat da'vogan bo'lsam, rahmat. Ham shunday davomlik shu bizning yaxshi ustozimiz, ham shunday mening yaxshi ustozim bo'lgan shu Zahir Shoh Abdumet ustoz, Nazar Obul ustoz, ham shunday shu mashq jarayonida bizga izchil yordamda bo'layotgan shu Dilshod ustozga, ham shunday barliq saboqdoshlarga ko'p rahmat aytaman. İpek yolda dostlarım kaldı. Yalğız qaldım namlıq naqşı bolsa. Marhamat. Bu qitimliq aylanmada ikkimizninki ovoz sharoiti toza mos kelmaganlik tufaylidan bizga ayrim ikki naqshi bo'ldi. Bu do'stimizningki ovoz tusi amobab, meningki go'zal ovoz bo'lg'achqa ikkimiz ayrim naqsh o'qiydigan bo'ldik. Bu qitimliq mashq jarayonimizda mayl Zahir kamnon bo'lsin yoki Nazar kamnon bo'lsin, shunaq yaxshi yetakchilikda mashqimizni shunaq yaxshi davomlashtiryapmiz deb o'ylayman. Endi Gulyarning ovozini olsam, bu qiz ham qil yuvishim narsalarni yaxshi ko'rdi ekan-ku. Halqi alohida erkin ozoda puroq bilan aytadigan narsalarni yaxshi ko'rdi ekan. Sanamiz bu xalcham tirishyapti-da. Gerçi kasbi mulozimat kasbi bilan shug'ullansa, lekin menimcha cho'qim yaxshi natijalarga qozonadi. Ya uning ishi emas, uning ishi emas. Alloh bo'lsa ikkimizning sevimli kishilarimizning yaxshi utuqliq bo'lishini tilayman. Oxirida sizmi xayrat qiling. Rahmat. Sizning shu naqshingizning yaxshi bir inkasga erishishingizni umid qilaman. Rahmat. Bir zamanlar aşık yarım var, endi kunlar o'tmakda biter. Sensiz kaldım yalğızlıkta, ne azaplarda. Sensiz günler ötmekte bidar. Amalım yok bu ayrılış azabına, bir almaydı hiç kim
günler ötmekte bider. Amalım yok bu ayrılış azabına, bir almaydı eşkim bir cevap bu itiraflarga. Şair buldum, kitaplar yazdım, Mecnun buldum, aklımdan azdım. Bu ayrılış acep acep yaman, yalnız kaldım. Acep acep yaman, yalnız kaldım. Tövende meydana çıkıdığını边疆处处猜江南 namlıq nakşı bolsa. Merhamet.
Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sap sütü mahirlarning utuq qazanışını ümid qılıdı. Ondaqda ustazlarımızın qimmatli təklif fikirlərini anlığaş, tavsiyələrini bir anlap baqaylı. Ömərcan Alım ustaz. Ben muşu bu xalçam tavsiye. Rahmat ustaz, rahmat. Adila Sıdıq ustaz. Ben Güldiyar'ını tavsiye kılımın. Rahmat ustaz. Ayşegül Muhammed ustaz. Ben Güldiyar'ını tavsiye kılımın. Rahmat ustaz. Abdusami Erkin ustaz. Mening tavsiyalarim Güldiyar. Rahmat. Rahmat ustaz. Xo'sh, Hojimat Qurban ustaz. Sizning tavsiyalaringiz? Keyingi musobaqaning ehtiyoji uchun hamda Guldiyarni tavsiya qilamiz. Rahmat ustaz. Xo'sh, Nazar Obul ustaz. İşkilanı şunday yaxshi etib badanglar rahmat sizlarga. Hamda bir adam tanlaydigan sho'g'annikin. Undan so'ng bu xalchamni tavsiya qilaman. Rahmat ustaz. Xo'sh, rahmat. Qo'llanlarni. Zahir Shah Abdumid ustaz. Qaror chiqarish bir qadar tez kelishi mumkin, ammo musobaqamizning qoidasi bo'yicha keskin bir qaror chiqaradigan paytlar keldi. Undaqda 3-bosqich musobaqamizning texnik muvaffaqiyatli elib berilishi uchun sizning oxirgi qaroringiz. Sing'illarim, rahmat. Naqshlaringlarga. Asli bu ishkaylanga berilgan naqsha 1. Oraliqda singlimiz bu xalchamninki men bir telefon qilib, aka men shu o'zim bir yoqtiradigan bir naqshi botdi, men shu naqshini bir aytgan bo'lsam, men o'zimni texidimmi yaxshi farqi qila olaydim degandan keyin shu taklif bilan o'zgartirildi bu naqsha, shundami singlim? Mashqda shunday yaxshi bu ishkaylan. Bek astoydil. Bu xalchamni ko'rdinglar sahnadagi naqshi aytqish bioyallardan tortib bek astoydil. Bizda hozir bir lisan qoldi. Keyingi bosqichniki texidimmi keskin bo'lganligini bilasizlar. Ikkinglar xuddi mening o'zimninki singlisiga o'xshash, davomli mening yenimda. Keyingi bosqichning texidimmi keskin bo'lganligini ko'z tutgan asosda hozircha Arkadaş bu büyük tamam mı çıkmadı mı? Azırak içindeki olsun içsek oldu da Kendisi şu emin içsinler. Ya Allah olsun bana için oldu. Bu bölge tuyandın. O mana he naratna. Sapsıtı. Erkek veriyamza. O mana teyze. ishkili laylandin voz kechib tursak, lekin programma oxirlashgandan keyin biz davomli mushu rivoyat degan bir oilada 54 shogirdning ichidagi ishga aylansizlar-ku, biz davomli bilmaymiz bu yo'lni. Rahmat. Shunga bizni to'g'ri tushunishinglarni so'rayman. Bu xalcha hozirgi kayfiyatingiz qandaroq? Shunchalik xush bo'lman. Mush ovozimga rahmat, o'zimga rahmat. Rahmat bu xalcha. İkinchidan mening mehribon opam uyga er bo'lib, ona bo'lib, yiqilib kesim o'rnidan dasturib, uyimizning eshigini ochayotgan shu mehribon opamning teni salomat bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Sizga rahmat ona. Guldiyanning kayfiyati bir qadar yaxshi, ha? Hisiyatingizni bir anglaylik. Birinci qıtamlıqda tanlamayma deb o'ylagandim. Shu o'zimni bir sinab baqay deb opam dadamning shu qo'llab bir chiqib beqqan qizim ishnim bo'lmaydi. Chon sen ko'zingizmi hisob deyiniga. Shu degan bir yig'iz gapiga bir chiqqanda men shunga ikkinchi bosqich kelganimda shuna xushal. Andan boya ustozlarning men tanladim shunda xushal. Andan shu naqshamni yaxshi muvaffaqiyatli qilib o'qib oldim. Shundan bak xushal. Rahmat. Xo'sh, sizlarga bugungi programma nomidan bir jumla so'zni hadiya qilaman. Mag'lubiyat kaynidagi muvaffaqiyatni ko'radigan kishi texmi egiz cho'qqilari chiqa oladi. Buningdan keyingi sahna hamkorliginglarning mana shunday muvaffaqiyatli bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Sizlar rivoyat korpusining eng kuchli mahirlari. Xo'sh, unda bo'lsa ustozlar bilan xo'shlashinglar. Marhamat. Rahmat. İpek yolda dostlarım kaldı. İpek yolda seviniş kaldı. En ahırda meydanga çıkıdığını
3kecha nomli naqshi bo'lsa. Rahmat. Bu qitim ustozimiz bizga ustoz Mahmud Sulaymon ustoz aytgan 3kecha temizlikka naqshini berdi. Bu naqshni hamda ikkimizga bo'lganlik sabab xizmat ikkimizni bu naqshni yaxshi holatda o'rindaydi deb ishonch qildi. Shunga bu naqshni berdi bizga. Ustozimizning 3kecha nomli naqshi berildi. Mashq jarayonida sen izchil tirishchilik ko'rsatsa, mush ishga aylandingki, ifodasi sana qandaroq bo'ladi? Məndə muxbul inimizni bundan burun tunuyma. Bu inimiz özünə tetik bala, micazım şundaq yaxşı bir inimizga. Bu inimizдің avazını ben şipin arqılıq körsəm, şipin xavun naqşlarını çıxırıb dikə, şunda çıralıq etidikə bu. İşkili inimiz nəhayət iqtidarlıq balla ikən. Bir ekep qoyubsa, işki boqını. Biz muş fürsətdən faydalanıb ustozimiz Zahir Şah Abdulmatqa chin yurtimizdan rahmatimizni bildiramiz. Bu gece aydın gece ya, bu gece salkın gece ya, bu gece salkın gece ya, bu gece güzel gece ya, işkimiz yürüyen gece, bu gece güzel gece ya, aşkımız yürüyen gece. Kuş bırak güller açın bular, güller kuş bırak güller açın bular, güller bu gece. Negar seni yadımga ili, kök qarab xiyalga pitip, ko'zimgacha qapti tang etib, uxlamadim zade bu kecha. Negar seni yadımga ili, kök qarab xiyalga pitip, ko'zimgacha qapti tang etib, uxlamadim zade bu kecha. Kelimenden kelmedim acab, bilelmedim bu nime sebep. Kelimenden kelmedim acab, bilelmedim bu nime sebep. Kuyup işki otunda dilda, uxlamadım zade bu gece. Kuyup işki otunda dildar, uxlamadım zade bu gece. Hey! Bu gece resminge qarab yana xiyal bilan uyquga cho'kdim. Shu gece
esimge kelip benim ko'zimdagi buloq ichimda shu kecha esimge kelip benim ko'ksimdagi buloq ichimda qapqara tog'lar azimizda gullar qapqara tog'lar azimizda gullar bu gece yolg'iz kecha sarson kecha g'amgin kecha Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sapsüti mahirlarning utuq qazanışını ümid qılıdı. Oldu bilen. Jalal Enver Ustaz'dan sözlerini anlayan bolsak, qani? Men şu Moqbilga. Rahmet. Hoş. Ömer Jalım Ustaz. Azmet. Rahmet. Adilesi Ustaz. Mən Muxbulğa tavsiye. Rahmet Ustaz. Hocamat Kurban Ustaz. Moqbul. Rahmat. Rahmet. Ayşe Gülmalım. Ben işkilisini gözüm düştü o. Ayşe Ko'nglim Gülmalım tushdi mehribanligidan bütün o'quvchilarning abqog'isi bor. Ha, işkilisini meniki endi baribir yana ustozininki gapi hisob qo. Ya sizlarning nima o'ylashimiz edi? Hozir mushikning 50 vatgidek bir-birisidan 5 yil vatgidek yeri yo'q. Artıqçılıq, ikisinin artıqçılığı var. İşkilisinin artıqçılığı yo'q, qobiliyat teng ketyotidi. Shunga og'asini maqasini deyamedim men. Men işkilisini ap bo'ldim hozir. İşkilisiniki men naqshiga tutgan Bani pozisiyasi, qobiliyat, sahnadagi shu chaqnishi bir-birisining kam joyi yo'q. Just. Shunga men nima deyishni bilmadim. Asaq ishkilisini olaman demoqchi men. Yanlam o'ziniki ustoziniki tanlashi muhim. Rahmat Ustaz. Men mush yigitni deyamsan. Moqbul. Moqbul. Ko'p rahmat Ustaz. Hamda bizning arzu yetakchisi Nazar Ubul Ustazning so'zlariga diqqat qilgan bo'lsak, qiyin ishlar bu, ey. Mening tavsiyarim bo'lsa, Azmat. Ko'p rahmat Ustaz. Xo'sh, yenim kelgan bo'lsalar, Moqbul, Azmat. Zahir Shah Abdulmit Ustaz. Men avval Azmat Muqbul ishkinimga rahmatimni bildirma, yaxshi aytib berdinglar naqshini. Mushu ishkicha degan naqshni eng oxirida mushu city pop shaklda. To'g'ri. Gaponstat oldim Mahmudkam bizlik Washington showda mush naqshni aytgan vaqtidami yo'didiki musiqat ballag'a shenday qilib berishni talab qilgan shu chog'da. Qancha shenday o'z shuncha yaxshi deb talab qilgandi. O'zgartib turgan vaqtimizda taraqqiy qiladigan. To'g'ri. Shunlashqa mushu naqshini city pop shaklda mushu holatga akilishga turtkirik rol o'ynagan, mushu muzikani boshdan oxiri ishlagan, mushu ikkalanga boshdan oxiri yetakchilik qilgan Dilshod Muslimga bir javob bersanglar. Rahmat, og'inam. Bizning guruhga yana faqat birli son qoldi. Men shu ortiqcha qiynalmay eng oxirgi tanlashni arzu yetakchisini qiynayman. Sizlar bilasizlar-ku, inilar biz hamma gapni deyishib bo'ldik. U tanlanganmi muhim emas, shallanganmi muhim emas. Oxirdagi bosqichlar muhim. Keyingi qadamlarimiz muhim. Shunlashqa oxirgi tanlash huquqini men shu nazar bilan billa bir taraf qilsam degan maqsadim. Qulqimizga pichilishamdi. Anlıq qaldı. Anlap qaldı. Bütün adam hammasi anlap oldu. Nima dedi? Muqbil ne dedin bu? Yalğan deydi. Ya, unda gap qilmadi. Xo'sh, shunday bo'lsa, oxirida yana o'xshash keskin qarorni Nazar Ubul Ustaz sizning og'zingizdan anglaylik. Mushu rivoyat gruppisiniki oxirgi bosqichlarigacha eng yaxshi natija bilan menish uchun bizga ehtiyojliq.
narat, narat, narat. Her ailege söygü tarat. Ya adaş, qanday var, yaxshimi? Bemalda? Nega mağamız adaş şu naratning subsitlerini elib ögüm aldım va. Ya ben şu mana ayolim ma bildirgan tamlikni yaxshi ko'rdi. Cho'nglar ma subsitni yaxshi ko'rdi. Shunishlarni elib mangdim adaş men. He adaş, onu so'manglar şu bizning cho'nglarmi ko'nib oldi da hozir. Yaxshi ishlab demasman. Et deganda qopaplam ishimiz deb uyg'otdi badanda. Peyza. Bo'ldi adaş. Mayırlardan yine bu muhbol tanlap kalsak. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Qani. Ko'ngil so'zlaringizni anglaydigan bosqich keldi. Qani. Birinchi bo'lib ustozim Zoir Shah bilan Nazar Obilkamga rahmat aytaman. Anandan keyin ustozlarga rahmat birinchi bo'lib. Ikkinchi bo'lib biz faqat programmadan shalinib ketdik. Ha. Lekin rivoyat gruppasidan shalinib ketmadik. Yigit. To'g'ri. Bundan keyin davomli yana sizlar bilan sizning izingni biz mangishga tirishma. Albatta. Rahmat. Rahmat sizga ko'p rahmat. Qani. Ustozlardan ko'rsangiz bo'ldi. İpek yolda dostlarım kaldı. İpek. Aziz ko'rmanlar, tomoshabinlar, ustozlar. Mana hozir Zoir Shah Abdulmint ustozdan Narat rivoyat gruppasidagi barliq mayirlar o'zining baygi bosqichini tamomladi. Oldi bilan sahnimizga vaqtincha bizdan ayrilgan 6 mayirimizni chaqirib olgan bo'lsak, qani, marhamat. Başta qizlardan kelaydi. O'zinglarni bir tanishtirib. Güldiyar. Puxalchan. Eldar. Umidvor. Rivoyat gruppasidan Miradil Muhammad. Sel. Rozniz. Azmat. Xo'sh, Ayshigul ustoz, o'xshashlar. Mushu 6 mayirlarimizdan birini tanlash huquqi yana o'zingizning qo'lda. Mening tanlashim Muradiljon. Mübarek olsun. Muradil. O'xshash o'zingizning gruppasi qaysingiz bo'ldi? Qani. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çiğrası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çiğrası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Qadim ipek yolida jaranglaydi qo'ng'uroq. Ketarkan danaga kuy naqshimi